Sardor Mamadaliyevning shogirdi Asadbek Allamurodov yana video murojaat bilan chiqdi. Endi qaranglar o'rtoqlar, mana videomni bitta ko'ringlar. U shartnomada shunaqa deyilyaptiki, Bugungi video murojaatim Rossiyada mehnat safarida yurgan vatandoshlarimiz diqqatiga. Ayni kunlarda musofir yurtdoshlarimiz Rossiyadan turib O'zbekistonning Humo va Uzcard kartalariga pul yubora olmasdan kurs pastligi va shunga o'xshash turli xil muammolarga duch kelishyapti. Agar siz ham shu kabi muammolarga duch kelayotgan bo'lsangiz, pullaringizni tezda mobil ilovasidan O'zbekistonning istalgan Humo va Uzcard kartalariga yuqori kursda osongina yuboring. Ilovani Play Market va App Store dan yuklab oling. Bu safar u Shohjahon Jo'rayevning shaxsan o'zi intervyuda mualliflik huquqi haqida gapirgan videosini asos qilib ko'rsatdi. nomi chiqmagan havaskorlar, anchadan beri Sherali Jo'rayevning qo'shig'i bilan tirikchilik qilayotganlar bemalol aytsin. Shohjahon Jo'rayev videoda shunday degan: "Bizning shartnomada ko'rsatilgan talab bu, marhum san'atkor Sherali Jo'rayevning qo'shiqlarini aytishi mumkin bo'lgan insonlar qatorida belgilangan. Ya'ni hali mashhur bo'lmagan, nomi tanilmagan san'atkorlar, havaskorlar va shu qo'shiqlar orqali ancha yillardan beri tirikchilik qilib kelayotganlar Sherali Jo'rayevning qo'shiqlarini aytishi mumkin. Lekin Asadbek yosh ijodkor sifatida Sherali Jo'rayevning qo'shiqlarini aytgani uchun advokat tarafidan yana jarimaga tortilmoqda. Nomi chiqmagan, mashhur bo'lmagan qo'shiqchilar bemalol aytaversin degan. Mayli, uni advokat aytib turibdi, Shohjahon Jo'rayevning advokati aytayapti bu yerda. To'ylarga $50 boradigan yosh san'atkorlar qanday qilib bu jarimalarni to'lay olishi mumkin? Men Shohjahon Jo'rayevning gaplariga asoslanib va ishonib bu qo'shiqlarni aytgan edim, deya e'tiroz bildirdi yosh san'atkor. $50 to'yga chiqadigan san'atkorlar qanday to'laydi uni masalan? Tovon puli, undan keyin ma'muriy. Hurmatli obunachilar, videoni ko'ring va albatta fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Aytmaylar, men Sherali Jo'rayev qo'shig'ini abadiy aytmayman. 7 avlodim 7 urug'im aytmaydi. Endi qaranglar o'rtoqlar, mana videomni bitta ko'ringlar. U shartnomada shunaqa deyilyaptiki, nomi chiqmagan shunaqa havaskorlar va anchadan beri Sherali Jo'rayevning qo'shig'i bilan tirikchilik qilayotganlar bemalol aytsin. Shohjahon Jo'rayevning gapiga ishonib turibman, Sherali Jo'rayevning qo'shig'ini aytganman mana. Nomi chiqmagan, mashhur bo'lmagan qo'shiqchilar bemalol aytaversin degan. Mayli, uni advokat aytib turibdi, Shohjahon Jo'rayevning advokati aytayapti bu yerda. Ma'muriy javob berasiz, undan keyin tovon puli to'laysiz. Tovon puliga ham men beraman aynan siz deyapti. Xo'p. Endi bu gapga Shohjahon Jo'rayevning gapiga ishonib turib, ertaga boshqa san'atkorlar $50 ga to'yga chiqadigan qo'shiqchilar bor. Ular qayerdan to'lab beradi masalan? Hozir Shohjahon aka bu yerda chalg'ituvchi nimadir qilyaptimi, aytaveringlar deb turib, advokati orqadan ish qilyapti unaqa. $50 ga to'yga chiqadigan san'atkorlar qanday to'laydi uni masalan? Tovon puli, undan keyin ma'muriy. Xalq, men Jo'rayevlarni masalan, sizlar ko'ringlar. Men ochib bermaguncha men tinchmayman endi. Mayli pulni to'lab beraman, lekin odamlar haqiqatni bilsin, hamma bilsin. Hozir menga jarima qiladi, baribir nimadirlar qiladi, ertaga adliyaga boraman. Boshqa narsalarga chalib qolmanglar, san'atkorlar hushyor bo'linglar sizlar. Aytmanglar, men Sherali Jo'rayevning qo'shig'ini abadiy aytmayman. 7 avlodim 7 urug'im aytmaydi. Sog' bo'lasizlar.